Assalamu alaikum. Ben bugün sizlerge hayvanlarning dətalashları degan qisqa hikoyani aytib bermoqchi. Bir kuni at, seyir ve it üçü kishilar qaysimizni yaxshi ko'rdi deb dətalash qilibdi. Albatta meni, debdi at. Men qo'sh tartiman, tezna so'rayman. Jangalliqdan o'tin to'shiyman. Kishilar meni minib shaharga bordi. Ular meningdan zada ayrılalmaydı. Yo'q, ular meni yaxshi ko'rdi, debdi sir. Men ularni sut bilan boqaman. Yo'q, deb so'zga boshlabdi it. Men egamning barliq mol-mulkini saqlayman. U meni yaxshi ko'rdi. Bu datalashni bir kishi anglab turgan ekan. Darhol talashmanglar, sizlar bizga kerak. Har biringlar o'z o'rninglarda yaxshi, debdi.